boy akam. Bunaqa mashinalarni faqat siz minasizga, to'g'rimi? 2,5 atmosferli motorda Hyundai Tucson kelib qoldi. 2023-yil test drive ko'rsatamiz. Siz ungacha videoga like bosib, inomarkaning ishqibozlariga videoni tashlab qo'ying. Tayyormisiz boy akam? Ketdik unda. Vo! Voy subhanalloh, kechini qarang buni. Xullas salon ichida yo'q narsani o'zi yo'q ekan. Abduf, Abagrev, klimat kontrol deysizmi? Xullas, eng full ekanda Hyundai Tucsonni. Mendan yaxshi bilasiz boy akam, to'g'rimi? Endi biz minib yuribmiz bunaqa mashinalarni, to'g'risi, mana boy akalarimiz olib kelishyapti. Minib ko'ra obzor qilamiz. To'g'risini aytishga, biz sizga o'xshagan jaydar insonmiz. Bitta videoga like bosib qo'ying. Joningiz sog' bo'lsin. Eko, normal, sport rejimlari bor ekan. Biz aynan sport yurib ko'rsatamiz. Ketdik. Boy akam, tayyormisiz? Qo'lni ushlab oling. Vo! Kechini qarang, buni kechini sportda. Mashinamizda bor-ku. Abduf, Abagrev, klimat kontrol. Xullas boy akam, mendan ko'ra siz yaxshiroq bilasiz bu mashinani, to'g'rimi? Ancha yillardan beri inomarkani ishga olasiz va inomarka minib kelasiz. Yokida sizda bo'ladigan bo'lsa, inomarka olaman degan do'stingizga shu videoni shunda tashlab qo'ying. Sizga o'xshab inomarkani zorida yursin, to'g'rimi? Joningiz sog' bo'lsin. Alloh umringizga baraka bersin. Polni panorama lyuk bo'lasizmi? Yana anu kichkinasi emas, katta tom bo'ladigan bo'lsa, tomda egallab turibdi-ku. Boy akalarimiz shu mashinani olib kelyapti. Biz mana test taraf ko'rsatib beramiz-da. Inshaalloh bizga nasib qilsin. Har bittamizga bittadan shunaqa mashina, bundan ham zo'rini olib minish nasib qilsin. Deganlar bitta like bosib qo'ysin. Ya bismillah. Boy akam ko'rdingiz mashinani yurishini. Raketadek suzyapti mashina. Mashinamizga birin-ketinlik bilan ketgan navrotlarni sanab o'tamiz. Kuzob polni broneplenka qilingan. Polni nima detal bo'lsa. Kelgan do'stlar, mana shu diskani bo'yashga ham 200 dan 300 dollargacha pul ketgan ekan. Archa balonlar taqib qo'yilgan ekan. Hattoki mana shu plastmassa detallargacha polni glansli qilingan ekan. Stoykalar ham polni glans qilingan. Mana shu lesnitsaga ham ko'rasizlar, mana odam bemalol ko'taradi, chiqib tushaverasiz. Keyin eng menga yoqqan tarafi bor. Oldida ham, orqasida ham mana dugasi bor ekan, qarang, mana. Bemalol ko'tarib turibdi. Hali dilak krasotga qilinmagan ekan. Haqiqatan nima deydi? Off-roadga mo'ljallangan ekan. 4-pakalina metan, propan gaz bor ekan. Bunda metan nima qilsin? 4-pakalina propan gaz balonlar qo'yilgan. Polni glansda mashinaga polni shumka qilingan. Ko'ryapsizmi? Polni shumka qilingan. Polni glans stoykalar, ruchkalar, xullas yo'q narsani o'zi yo'q. Bitta salonni ko'ring mana. Panorama lyuklisi bu yana. Eng full varianti 2,5 atmosferli motorda. Sizlar uchun shu mashinamizni 2023-yilda ishlab chiqarilgan 40 ming kilometr masofani bosib o'tgan boy akam 26,300 dollarga qo'yib beramiz. Bosib oling.